Ilm bu nur birodarlar. İnsonning qalbiga mana shunday bir farishtani bir vositasi orqali o'tiladigan narsa. Ilm. Agar kimki ustozini behurmat qilsa, uni zarariga ham xizmat qilib qolishligi hech gap emas ekan. Yoshlarimiz kimdir oshpazga, kimdir sartaroshga, kimdir yoki biror bir ustalarga, mashina ustalariga va hokazo mana shunday shogirdlar tushyapti. Ozgina ishlab turgan vaqtda bitta tadbirkor keladi-da, puldor keladi-da, men dedi alohida ochyapman, yo oshxona, yo ustaxona ochyapman deydi. Qancha beryapsizga ustozing? Kuniga 100 ming so'mdan beryapti. Men sizga kuniga 250-300 ming so'mdan beraman. Yur men bilan ishla deydi. Shunaqalar ko'payib ketdi-da, o'sha ishlab turgan o'sha yoshgina shogirdlar shunday chiqyaptimi? O'shanda shunday oladi-yu, olib chiqib ketadi. Shogird endi boradi-da, ustoziga bahona qiladi. Oilaviy sharoitim to'g'ri kelmayapti, bolam kasal, otamga qarashim kerak va hokazo. O'zi aslida maqsadi boshqa narsa. O'sha bolang kasal bo'lsa, boshqa bo'lsa, to'g'risini aytib, ustoz, endi men mana sizdan sir asrorlarni o'rgandim. Menga bir duo berasizmi? Yoki o'rgata olmay qolgan narsangiz bormi? Bugun oramizda aksar yoshlar o'tiribdi. Kimlargadir shogird tushgan, sartaroshgadir va hokazo, mashina ustasi, telefon ustasidir. Mana shunday holatda ustozni borib duosini oling. Ustozingiz ruxsat bersagina borib alohida ishlang. Ustozni olmasdan turib chiqib ketadi, ustozni quloqiga yetib keladi. Sizni faloncha shogirdingiz faloni joyda faloni bilan birga ishlayapti deydi. Qalbi ranjiydi-da ustozni. Bir og'iz mendan so'rasa men duo berib jo'natardim-ku deydi. Ustozni duosini albatta olib chiqqan inson mana shu holatda demak o'zini hayotida barakotlarga erishadi.